Yaxshi to'p. G'ayrat qil Nasriddin. Yaxshi o'ynadi ya. Kim topdi? Nihoyat yaxshi o'ynaydi ekansizlar. Kechiring, to'pni yetib bersangiz bo'pti ekan. Ha? Rahmat. Voy, yalan to'shda. Xat to'xtab turish adabini qandoq beramanki? Alilari. Bag'dod choyikilar oyda elchi avatdi ekan. Meningcha Nasrdan qatorliq balalar ularga to'p o'ynab bersinmikin. Yaxshi o'ylabsan. Lekin bu sahroliq bolalarning yurish turishi qo'pol. Ularni yaxshiroq tarbiyalash kerak edi. Amsi ularni kim tarbiyalasi bo'la? Alilari, kaminalar mo'tvarlardan bo'lmasa-mu sinab beqishni xohlayman. Yaxshi. Amsi ularni yaxshiroq tarbiyalab qo'y. Biroq o balalar mening gapimni anglamasmikin? Kim gapingni anglamasa, Abbos ularni kassiga rasa ursin. Qulluq alilari. Sizlarni tarbiyalashdagi maqsad Bag'dod elchisi kelganda bizning qoida usullik ekanligimizni namoyon qilish uchun. Shunga sizlar yavoyliqlarni tashlab, yaxshi o'zgarishlar kerak. Hozir mashqni boshlaymiz. To'xtala, hammang to'xtash. Sen nimandaq adabsiz nemisan? Chiqib ket, maydondan chiqib ket. Men ya qoida xilop qilmasam, nemish chiqib ketish kerak? Chiqmayman. To'xtala. Bir to'pni kelishib o'ynamay nimaga talashibsizlar? Ishtirish qilib ketadikansizlar. Sen chiqib ket. Chiq. Men nima chiqib ketdikman? Turdi qoidaga xiloflik qilmadi-ku. Begim, o qoidaga xiloflik qilmadi-ku. Siz podshoning amriga xiloflik qilmoqchimi? Zahir begim, bunda qilsa qandaq? Siz biz bilan birga o'ynasangiz, to'pni qandoq o'ynasak to'g'ri bo'ladi, bizga ulgi ko'rsatib bersangiz, biz sizga qarab to'pni adab bilan tepishni o'rganaylik. Ha? Marhamat. Marhamat, Zoir begim. O'ynasam o'ynadim. To'pni mundaq deb emas. Qarab turinglar, ha? Mana to'pni mundaq qilib maqamas. Yamda baymiz, mana shundaq, ha? Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Ha? To'pni mana shundaq o'ynanglar, ha? Mushum top o'ynashmi? Tavzni pichay. Pichib oldim. Kelinglar, yanglar. Meningki nima degan tatliq, bak tatliq ekan. Ular qo'lingdagi tozni bera. Yo'g'onni. Aka, yo'g'onni menga ber deyman. Menga bera, aka. Bermayman. Menga ber deyman. O yo'g'onni men mi yeyman? Qaranglar qilinglarning satligini. Men menda tarbiya ko'rmagan nimalasizlar? Naychu tavz edigan ish qo. Shuningga shunda qilgan bormi? Agar Bag'dod elchisining oldida shunda qilsanglar, podshoyimizdan yuz tushmamdi. Bugungi ishda Zohirdami bor? Bizdami savallik bor? Hammani qilgan Umar, o to'pni Zoir begimning yuziga tepmagan bo'lsa, u biz bilan qerishmaydi.
Ömer'ni ayıplasak olmaydı. O ya kaçtan kımızsa. Ayıplashga to'g'ri kelsimi Zoirning chidmasligini ko'rish kerak. Tavuzning ishida mendan o'tdi. To'rdig'i bamay xato qilibdiman. Günah mende mi ba? Çoğun yeymen de talışıp durup aldım. Hozir Zohir bu ishni balkim shohimizga deb bo'lgandi. Biror amal topmay bo'lmadi. Nimali bo'lsin, podshohning umidini yerda qo'ysak bo'lmaydi. Endi qanday qilamiz? Ha, topdim. 3 kundan keyin shohimiz bizning top musobaqamizni ko'rgili keladi. Shu chog'da. Hurmatli shohim, mehribon xonish. Bizning top musobaqamizni tomosha qilg'aylar. Bu musobaqani bizning Esilzoda Zohir begimiz o'zi tayyorlatdi. Bizga qanday top tepishni o'rgatdi. Esilzodalarcha salopati tepishni o'rgandik. Yaxshi, başlanglar. Zohir, bu nima qiliq? Alileri bu. Zohir, bu top tepish usulini sen o'rgatdingmi? Shundoq alileri. Shohim, Zohir begim bu xil top tepish usulini o'zi bizga o'rgatgan. Sizlar bizga topni talishishga, ishtirishga bo'lmaydi. Sipoya, adablik o'ynash kerak demaganmidinglar? Nima qamlashmagan gap bu? Top musobaqasi aslida bolalarning jo'shqin qaysar o'yinini namoyon qildigan o'yin-ku. Shohim, undaqda musobaqani Bolalar ham jo'shqin kayfiyatda o'ynanglar. Shohim yaxshi. Abbas akamiz keldi. Shohimiz qabulxonada ko'pchilik qiziq beqishqaylar. Biz yaxshi Yaxshi bo'ldi. Shoh alilari o'z kechlik ziyofatga kelamaydi ekan. Yana sizlarning sho'rpini o'zlari usib isson deydi. Cho'qim Zohir begim podshohga bizning tavuz yeginimizni aytgan gap. Shunga podshoh bizni tekshirmoqchi o'xshaydi. To'qitim meni usib bermayman. Ben mus vermeyim. Topdi. Hech qisi yo'q Umar. Yanala sen usqin. Faqat bir shart bor. Nima shart? Sen sho'rpini 6 qachiq usqin. Biroq hammanglar ep bo'lganda, eng oxirida o'zing olasan. Sho'rpini ep keldim. Ko'pchilik behuzur e'lonlar. Vah. Pek okşamda kıldı. Pek o'xshabdi. Men usay. Yaxshi. Bo'ladi. Men cho'qim hammanglarga o'xshash usiman. Birincisini ben içmem. Ikkinchisi men. Uchinchisini men. Men ichaman. Sho'rpini o'xshash usqandan keyin hech kim talashmaydi ekan. Bekmizlikka. Zohir, bolalar sen aytgandek emaskan-ku. Ular shundoq o'moq adablikkan. Shundoq men xato qildim. Abbas, sho'rp usqini eng oxiri issun deb Nasriddin o'rgatgan-ku deyman. To'g'ri alilari, shundoq bo'lganda sho'rpini o'xshash usudi. Bo'lmasa, eng oxirida ichadigan odamga sho'rpi oz qoladi degan gap. Tushundim.